Tumanning qo'shni Qirg'iziston Respublikasining Bujay qishlog'i bilan chegaradosh Malbud mahallasida ham eski va yaroqsiz holatga kelib qolgan bolalar bog'chasi o'rniga zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasasi qad rostladi. Turli ta'lim-tarbiya vositalari, shinam xonalar bugun bolajonlar ixtiyorida. Kuni kecha mazkur bolalar bog'chasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida so'z olganlar davlatimiz rahbari tomonidan bog'chalarga berilayotgan e'tibor tufayli ta'lim-tarbiya sifati tobora yuksalib borayotgani xususida alohida to'xtalib o'tdilar. Tadbirda ishtirok etgan qo'shni Qirg'iziston Respublikasi fuqarolarini ham yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari lol qoldirdi. Men shuncha joyda garodskoy stilda qurilgan bog'chani ko'rib, men valnovatsiya qildim. O'shaning uchun gapimni ham topolmay qolyapman. Men nevaralarimni xudo xolasa birinchi men yozdiraman, men olib kelaman, mendan keyin hamma xotinlar nevaralarni olib kelmoqchi. Hammamiz charchayapmiz. Qirg'izistonlikdan olib kelamiz. Biz bitta mahallamiz. Bir marta emas, ikki marta bunday. Darhaqiqat bugun maktabgacha ta'lim muassasalarida o'zaro hamjihat va uyg'un faoliyat olib borish uchun barcha shart-sharoit yaratilmoqda. Bu kabi zamonaviy, barcha qulayliklarga ega bog'chalardan kelajakda vatan ravnaqiga ulkan hissa qo'sha oladigan buyuk insonlar yetishib chiqsa ne ajab. Bu narsani biz orzu qilardik. Necha yillardan beri hozir chegara zona biz maktab bilan shu bog'cha bolalar bog'chasi maktabga qishloqqa bir husn bag'ishladi. Biz umuman hech kimning aqli ishonmaydi bunga. Prezidentimizga rahmat. Shuncha g'amxo'rliklarga biz labayda javob berishimiz kerak. Kudaklarni, yosh bog'chadagi bolalarni tarbiya qilishimiz kerak. Kelajakda ulardan yaxshi kadrlar chiqishini orzu qilamiz. Tadbir so'ngida mazkur inshootni bunyod etilishida fidokorlik namunasini ko'rsatgan quruvchilar, bolalar bog'chasining faol tarbiyachilariga viloyat hamda tuman hokimligining maxsus sovg'alari topshirildi. Bolajonlar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, ajoyib raqs va sahna ko'rinishlari barchaga birdek manzur bo'ldi. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev Hudud yoshlar informatsion dasturi uchun So'x tumanidan tayyorlandi.